Əpuçallıq. Əpuçallıq peyğəmbərlərinin və ülgülük müminlərinin xisletidir. Kişilərni əpu qilish, ularning üzrisini qabul qilish dinimizdagi go'zal axloqning biridir. İnsanlarning turli qo'zg'atuvchilarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari oddiy ishlar uchunmi nodonlik qilib qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa o'zini besib olishni, o'zini tutib olishni biladi va turli qiyinchiliklar ustidan g'alaba qiladi. Gerçi kişilərinin ittiklik, eğri besiqlik, aldiraqsallik, səvirçanlıq, səzgürlük, devanlik qatarlıq alohidliklərinin yuqori tüvən bolışı, ularning asli xarakterinin qandaq bolışığa zor dərəcədə bağlıq bolsunmu, adamның özüge bo'lgan ishanchisinin boshqalarga muloyim bo'lish va ularning xatoliklarini afu qilish bilan muayyan munosabati bor. Odam kamolatga yetgan sari ko'ngli ko'ksi keng bo'ladi, afuchan bo'ladi, kishilarning uzrisini qabul qiladi, xatoliklarini kechiradi. Tentektin biri onunğa azar bergil tursa, u xuddi yo'lda o'ynayotgan salbiy bolalarning o'ziga tosh atqaniga qaragan paylasopga o'xshash egiz cho'qidan pastga boqadi. G'azab odam bolasi qalbida yongan cho'qdir. Ko'zlarining qizdirib ketganligi, guran tomirlarining ko'pishib ketganligi g'azabning eng uchiga chiqqan vaqti bo'lib, uni yeyishning chorasi o'rnidan qo'zg'almaslik, o'ri tug'an bo'lsa o'ltirib olishdir. G'azabning kayniga kirgan odam xudini bilmay ishlarni isloh qilg'ili bo'lmaydigan darajada buzib qo'ydi. Ba'zi kishilar g'azablanganda o'zini besib ololmaydi. Davomliq terikib yuradi. Eg'izidan ko'pik qaynitib tillaydi, qarg'aydi. Mundaq qilish insoniy go'zal axloqqa zid keladigan qiliqlardir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda mo'min odam kishilarni tillamaydi, la'nat o'qimaydi, satgap qilmaydi va hayosizlik qilmaydi deb ko'rsatgan. Inson o'zini qancha tutib olgan sari, g'azabini qancha besib olgan sari, eg'iziga qancha ega bo'lgan sari, kishilarning savalligini qancha afu qilgan sari, uning hurmati oshadi. Afu qilishning eng afzali zulm qilg'uchiga kuch yetadigan turib, uni kechirib etishdir. Mana bu haqiqiy afu va haqiqiy kechirim bo'lib, islom ulamolari uni o'ch elishga kuchi yetadigan turib kechirib etishdir deb ta'riflagan. Ammo biror zolimning zulmiga uchrab, uningga kuchi yetmaganlik sababidan uningdan haqqini talab qilishdan voz kechsa, uning bu qilg'ini afu qilganlik emas, balki zulmni va nohaqchilikni qabul qilganlik bo'ladi.